Yo, hammaga salom bo'ldi. Bugun biz bu orqadagi crafting logosi. Shu craftingda mana bu tekstura, orqa teksturalarni o'zgartiramiz. Juda chiroyli bo'ladi va buni o'qlagini ko'ryapsizlar. Orqa tomonini qo'yib qo'y. Play. Bizlarda yangi bitta mod bor, o'zini modi. Mana bunga kirib Bizroq qo'ysak. Mana shu modni yuklab olamiz. Shuni. Mana menda yuklandi. Endi bizlarniki va yangi world ochamiz. Mana bu ko'rsatilgan tekstura chiroyli bo'ladi. Creative world. Mana. Hozir. Nima yuklaganimga mana. Endi keldi. Buni qo'shamiz shaderda yoqmaymiz. Yo'qda ishimiz tugadi va ketdi. 1 hour clipper. Mana bu teksturaga o'zini eski craftingdan bu qay darajada yaxshi. Eski crafting toza loy edi. Go'lamamiydi boshqacha edi. O'rgandim. Mana bu tugmani qo'shishni endi o'rganamiz. Mana shuni. Well, let's go. Settingga kiramiz. Salgina ishlarga ko'proq vaqt qoladi. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Va bu yerga o'tamiz. Pastroqqa tushirib mana shuni yoqib qo'yamiz. Off on. Mana shunday turish kerak. Va o'yindan chiqsanglar shunday bo'ladi. Keyingisi mana 3 ta nuqtacha bor, hozir ko'rsatam. Mana buni mana shuni mana hozir bosildi. Shuni hozir o'zgartiramiz mana bu tomonga. Mana bu yerga. Mana buni. O'xla. Endi go. Settingga kiramiz. Yana mana shu barmoqchaga va pastroqqa tushib, mana buni yoqib qo'yamiz. Va chiqamiz. Mana bu yerga bu yerdan o'tdi. Bosilib ketdi. Bu yerga o'tdi. Va uchinchisi. To'rtinchisi. Hammasi bilmaydi, u ko'plar bilmaydi bunda. Bunday qilish iloji bor, nima deyam, bunday deb mana. Ifushda bunday orqadan fondan ko'rsa bo'ladi. Hozirdan qaysidirida. Mana shunda mana buni yoqib qo'yamiz. Mana ko'z paydo bo'ldi. Oldin bu yerda hech bola yo'q edi. Xohlagan odamlar videoni orqaga qilib ham ko'rib ko'rsin. Bu yerda hech bola yo'q edi, mana ishlaydi. Oldindan, orqadan, oldin va bo'ldi. Va endi to'rtinchisi. Elementlarga kirgan. Setting koordinatalarni ko'ramiz. Koordinatalar ozmuncha muammo. Shuning uchun
bo'lamasigi. Mana shundan qaysi tugmaydi? Ikkalasidan biri edi. Hozir men topib ko'rsaman. Shu yerlarda edi. Gammingdami? Mana gammingda. Men bu bilan, men bu kunduzda. Kun, mayli, kun. Kunni ko'rsatyapti. Endi yana settingga kirib, gammingdan sal pastroq o'chamiz-da. Mana buni yoqib qo'yamiz. Favzarda koordinatalar ishlaydi. Ishlaydigan koordinatalar. Va hammaga xayr. Obuna va like esdan chiqmasin. Shuncha mehnat uchun obuna va like bo'lmasa bo'lmaydi. Yana bitta narsa bor. Sal qo'lsa o'zimdan chiqar ekan. Mana bu tugma. Va mana bu yerdagi tezlik tugmasi yo'q. Mana shu tugma yo'q. Va biz juda tezmiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan vizir bo'ldi. Yo, hammaga salom bo'ldi. Bugun biz orqadagi crafting logosi. Shu craftingda mana bu tekstura, orqa teksturalarni o'zgartiramiz. Juda chiroyli bo'ladi va buni yo'qligini ko'ryapsizlar. Orqa tomondan qo'yib qo'y. Play. Bizlarda yangi bitta mod bor, o'zini modi. Mana bunga kirib Namsroq o'tsak. Mana shu modni yuklab olamiz. Shuni. Mana menda yuklandi. Endi bizlarniki va yangi world ochamiz. Mana bu ko'rsatilgan tekstura chiroyli bo'ladi. Creative world. Mana. Hozir. Nima yuklagan kelmadi. Ha, endi keldi. Buni qo'shamiz shaderda yoqmaymiz. Yo'qda ishimiz tugadi va ketdi. 1 hour clipper. Mana bu teksturaga qaraydi. O'zini eski craftingdan bu qay darajada yaxshi. Eski crafting toza loy edi. Golemamiydi boshqacha edi. O'rgandim. Mana bu tugmani qo'shishni endi o'rganamiz. Mana shuni. Let's go. Settingga kiramiz. Salgina ishlarga ko'proq vaqt qoladi. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Va men bu yerga o'tamiz. Pastroqqa tushirib mana shuni yoqib qo'yamiz. Off on. Mana shunday turish kerak. Va o'yindan chiqsanglar shunday bo'ladi. Keyingisi mana 3 ta nuqtacha bor, hozir ko'rsatam. Mana buni
Men shuni hozir bosildi. Shuni hozir o'zgartiramiz. Men bu tomonga. Men bu yerga. Men buni. O'sha. Endi settingga kiramiz. Yana mana shu barmoqchaga va pastroqqa tushib, mana buni yoqib qo'yamiz. Va chiqamiz. Mana. Men bu yerdan o'tdim. Bosilib ketdi. Bu yerga o'tdi. Va to'rtinchisi. Hammasi bilmaydi, u ko'plar bilmaydi bunda. Bunday qilish iloji bor, nima deyam, bunday deb mana. Ifushda bunday orqadan fondan ko'rsa bular. Hozirdan qaysidirda. Mana shunda, mana buni yoqib qo'yamiz. Mana ko'z paydo bo'ldi. Oldin bu yerda hech bola yo'q edi. Xohlagan odamlar videoni orqaga qilib ham ko'rib ko'rsin. Bu yerda hech bola yo'q edi, mana ishlaydi. Oldindan, orqadan, oldin va bo'ldi. Va endi to'rtinchisi elementlarga kirgan. Setting koordinatalarni ko'ramiz. Koordinatalar ozmuncha muammo. Shuning uchun bilamas edi. Mana shundan qaysi tugmaydi. Ikkalasidan biri edi. Hozir men topib ko'rsaman. Shu yerlarda edi. Gammingdami? Mana gammingda. Men bu bilan, men bu kunni ko'rsatdi. Kun, mayli, kun. Kunni ko'rsatyapti. Endi yana settingga kirib, gammingdan sal pastroq tushamiz edi. Men buni yoqib qo'yamiz. Va bizlarda koordinatalar ishlaydigan koordinatalar. Va hammaga xayr. Obuna va like esdan chiqmasin. Shuncha mehnat uchun obuna va like bo'lmasa bo'lmaydi. Yana bitta narsa bor. Sal qo'lsa o'zimdan chiqar ekan. Mana bu tugma. Va mana bu yerdagi tezlik tugmasi yo'q. Mana shu tugma yo'q. Va biz juda tezmiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan vizir bo'ldi.